Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Bugun Podsemnat o'yiniga strategiyamiz bor edi. Sizlar bilan bugun shuni tekshirib ko'ramiz. Kontora Megapari yangi akkaunt ochganmiz. Magic 13 promo koddan o'tib, buning uchun bizga ikkita o'yin kerak bo'ladi. Dice bilan Podsemnat o'yini kerak bo'ladi. Dice'da biza 7 ushlashimiz kerak bo'ladi. Lekin dillerda 3 tushsa, bizda 4 tushishi kerak. Ikkitasi bitta toshdan ikkitasi 7 bo'lishi kerak. Unda 5 dillerda 5 tushsa, bizda 2 tushishi kerak. Shuni ushlaymiz hozir. Tak. 3. Qora tosh 3, qizil toshda 5. Tak. 4 3 bor edi. 4 3 bor edi. Tak, endi Podsemnatga o'tamiz. Minimalkadan boshlaymiz. 10 mingdan boshlaymiz. 10 mingdan dagon qilib ketamiz. 3 marta dagon qilamiz. 7 ushlashga harakat qilamiz. 1 2 3 4-sira tushdi. Chiqamiz yana. Dice'ga kiramiz. Yana xuddi shunaqa 7 ushlashimiz kerak. Tak. 4 1. Bu yoqda 2. Bu yoqda 5 3 5 3 2 va 5 3 bir xil. 3 3 3. 5. Mana qizil toshda 5 bor, qora toshda 2 bor. 5 2 7 bo'ldi. Chiqamiz endi. Podsemnatga kiramiz yana. mingdan boshlaymiz yana. Birinchi dagon. 2. Uchinchi dagon. 4-chi dagonda tushyapti, ko'rib turganlaringizdek. Yana bir marta ko'ramiz. Shu bilan bo'ldi. Tak. 5 5 2 7 bor sırası. Podsemnatga kiramiz. Yana xuddi shunaqa 10 mingdan ketamiz. Birinchi dagon. Birinchi dagonda ham tushdi mana. Bu strategiya do'stlar faqat Megapari kontorasida Magic 13 promo kodda ishlaydi. Sog' bo'lasizlar, ko'rishamiz. Keyingi strategiyalarda yana.